Hammaga salom. Hammamizni miyamizga Buyuk Britaniya deganda birinchi keladigan narsa bu Big Ben, Tower Bridge, eski qadimiy binolar, Harry Potter va shunga o'xshash narsalar. Hozir sizlarga aytib bermoqchi bo'lgan faktim ham xuddi shu narsalarga o'xshab Buyuk Britaniyani eng mashhur saynlaridan biriga aylanib ulgurgan. Mana Olmaxon. Mayli, mavzudan chetlashmaymiz. Hammamiz bilamiz, O'zbekistonning yo'l qoidalarida bizda o'ng qo'l qoidasi ishlaydi. Lekin Buyuk Britaniyada bu aksincha, bu yoqda chap qo'l qoidasi ishlaydi. Sizlarga aytib bermoqchi bo'lgan qiziqarli faktim shu chap qo'l qoidasi Buyuk Britaniyaga qachon va qanaqasiga kirib kelgani haqida. Chap qo'l qoidasini Buyuk Britaniyaga kirib kelishi 14-asrlarga taqaladi. O'sha payt ritsarlar qilichini o'ng qo'lda ushlab yurishi qulay bo'lgani uchun yo'lni chap tarafida harakatlanishgan. Va bu narsa asrlar davomida o'tib kelib, 1773-yil ofitsialniy chap qo'l qoidasi imzolangan. Va bu qoida Buyuk Britaniyani barcha koloniyasidagi davlatlarga olib kirilgan. Va natijada hozirgi kunda yer yuzidagi 30% mamlakat chap qo'l qoidasidan foydalanishadi. Agar Buyuk Britaniya, London haqida bundanda qiziqarliroq ma'lumotlarni bilishni xohlasanglar, kanalimga obuna bo'lishni esingizdan chiqarmanglar.